Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Amnesty papugaylar haqida ma'lumotlarga o'tamiz. Yangi endi qiziqib boqayotganlarga Amnesty papugaylar bir jupini olib keldingiz uyga bozordan olayotganda yaxshi ko'p harakat qilayotganini olish kerak ular. Ko'p harakatdagisini shular yaxshi sog'lom bo'ladi. Narlarini tumshug'i ko'k bo'ladi, narini tumshug'i modasiniki jigarrang bo'ladi, oq bo'ladi. Bir jupini olib yuzga olib keldingiz. Olib kelganingizdan keyin bu yuzga ko'nikadi, bu yuz sharoitiga ko'nikadi, odamlarga ko'nikadi. Yaxshi ishlaydigan palla bo'lsa, uzoq bir hafta, 2 haftada ishlaydi. Yuzga olib kelib o'rnashgandan keyin. Asosiy o'zini qizil tariq donlari achchiq don yeydi ular. Achchiq tariqni yaxshi yeydi, yaxshi iste'mol qiladi. Asosan bular oq tariq, qizil tariq donlari yeydi. Qora semirchga aralashgan. O'zimiz moslashtirib idishlarga solib qo'yganmiz. Shunaqa donlar yeydi bular. Achchig'ini. Keyin qo'shimcha ovqatlarni karam berishingiz mumkin. Olmalar berishingiz mumkin, mevalar. Ko'kat, zelen yeydi. Balig'i bor mana bu yeb tushirish olib pastga. Kapchonli baliq. Shunaqa turpoqlari bor. Shunaqalar yeb turadi. Doim mana vitaminlar bilan bor meva. Shunaqalarni iste'mol qilishadi. Yaxshi ishlash uchun, vitamin yaxshi bo'lishi uchun, shu ishlashga shu yordam beradigan, tuxum qo'yishga yordam beradigan tuxum berib turasiz. Tuxum berib turish kerak. Bir haftada 2 marta. Shu ertalab soat 7-8 atrofida shu ertalab don berishingiz lozim. Mana bular xudo xolasa biz papugaylar ishlagan bular. Ikkinchi nimalari bular. Ikkinchi partiyasi bolalari bular. Birinchi ochib chiqqanlari pastga tushishni boshlagan mana bu yoqda. Xudo xolasa yana 3 tasi bor. Bular ham sekin chiqishni boshlayapti. Shu tartibda belgilangan donlarni nimalarni bilsangiz Xudo xolasa bozordan olib kelasiz. Yangi qiziqayotganlar qish sharoitida shu iliq xonada boqish kerak bular. Bu yoqda ham mana bitta parlarimiz bor. Ular ham tuxum qo'ygan bosyapti. Xudo xolasa 11 kun, 13 kun bo'ldi tuxum qo'yganiga. Ular ham yaqinda ochib qoladi, xudo xolasa. Qish sharoitida shu iliq xonada saqlashingiz mumkin bemalol. 15-20 graduslar shunaqa gradusda xonani harorati. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib ketasizlar. Yana maslahatlar kerak bo'lsa kommentariyada keyingi videolarimizda Xudo xolasa davom ettiramiz. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib ketinglar. Rahmat.